Yurtimizda yangi yil shukuhi, joylarda prezident archasi qad rostlagan. Yosh u keksa qalbida shukronalik, yuz ko'zlarida bayramona kayfiyat hukmron. Mudofaa vazirligi tizimida ham yangi yil munosabati bilan bayram tadbirlari, arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Butun mamlakatimiz bo'ylab bayramona kayfiyat hukmronlik qilib turgan bir pallada Mudofaa vazirligi miqyosida ham yangi yil orzu, umidlar va ulkan imkoniyatlar bayrami shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tmoqda. Biz esa ayni damda haqiqiy bayramona shukuhni siz bilan bo'lishda davom etamiz. Prezident archasi yurtimizning turli go'shalarida qad rostlagan mazkur archa Mudofaa vazirligidan ham joy oldi. Harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari va qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Teatrlashtirilgan badiiy chiqishlar, qurolli kuchlar ashula va raqs ansambli ijodkorlarining konsert dasturi barchaga birdek manzur bo'ldi. Bizni xalqimizni kelajakda shunday hamisha bayramlar bo'lsin, yurtimizda tinchlik, omonlik bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, barchalaringizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Oila a'zolaringizga tinchlik, omonlik, bayramlarni yaxshi o'tkazishlarini tilab qolaman. Arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi Mudofaa vazirligi markaziy apparatida 25-dekabrdan 31-dekabrga qadar davom etadi. Shu kuni el osoyishtaligi, yurt tinchligi yo'lida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning yaqinlari ham e'tibordan chetda qolmadi. Ularning xotirasi yodga olinib, farzandlariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining yangi yil sovg'asi topshirildi. Bu kabi ezgu ishlar Buxoro viloyatidagi bolalar Muruvvat internat uyida ham davom etdi. Bugungi kunda maskanda 300 nafarga yaqin turli xastalikka chalingan. Shuningdek, bolalikdan nogironligi bor bolalar doimiy hamda kunduzgi tartibda davolanmoqda. Bayram munosabati bilan bolajonlarga sovg'alar ulashildi. Harbiy orkestr jamoasining chiqishlari namoyish etildi. Erta tongdan boshlangan yangi yil bayram tadbirlari joylarda kechki konsert dasturiga aylandi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu kabi bayram tadbirlari, arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari, mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari holidan xabar olish singari yo'qlov tadbirlari respublikamizning barcha hududlarida, okrug harbiy qism va muassasalarida keng ko'lamda davom etmoqda.